Hammaga salom. Sizlar bilan Eska bo'lmoqda. Bugungi videomizda biz imperiya quramizda. Bu ikkinchi qism. Men minora qurdim va ichkarida salgina o'zgarishlar kiritdim. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Uchinchi qism albatta 20 ta likedan so'ng kanalda biz boshladik. Let's go. Eng avvalo biz bitta armiya quramiz va askarlarni to'playmiz. Hammayli armiyani qayerga quramiz? Tekisroq joy kerak. Agarda bu yerda bizning qal'amiz bo'lsa, qal'aning aynan mana shu qismidan armiya quramiz. Qanunda biz boshladik. Eng avvalo bizga kerakli bloklar. Bizga mana shu blok eng avvalo kerak bo'ladi. Bu tosh blok. Nefis tosh blok, oddiy tosh blok va bu ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Unda biz boshladik. Chiroyliroq qilib qursak juda yaxshi bo'lardi. Mana shu yerdan 1 2 3 В утренней росе цветов соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, тропинки в лес густой. Обладать березкой вдоволь, про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня света, подруга заносит. Agarda mana shu videoni matalab Ilarkan yangiligimiz hammaga muborak. Agarda video yozilgan keyin qo'yilgan bo'lsa, hammaga muborak. Bizni taxminan chunki bu yer uzun bo'lgani bilan hali kamonchilar uchun maxsus joy tayyorlash kerak. Yana da kichik bir armiya quramiz va biz qishloqqa kiradigan yo'l qilamiz. Qishloqni yo'lda qolib ketdi. Bizning beramiz. Qal'asi bu yerda. Ha, mana ekan zombi. Bu yerda chiroq qo'yish esimga chiqibdi. Shunga spawn bo'lishayotgan ekan. Ikkita fage qo'yib ketay. Bu yerga ham ikkita. Mana olmaydi. Bu yo'lni yopamiz. Do'stlar, sizlarga kommentariyada kutib qolaman. Minecraftda qanday narsalar qilaylik, qanday modlar va video chiqaraylik, qanday serial olaylik. Kommentariyada o'qib ko'raman va eng qizig'ini qilaman. Video albatta biz qachonlardir mashhur bo'lib ketamiz. Sizlarning yordamingiz bilan va bizning videolarimizni ko'pchilik o'zbekistonlik do'stlarimiz tomosha qilishadi.
Mening obunachilarim juda kam. 136 ta obunachim bor. Eski kanalga obuna bo'ling. Biz uchun qiyin emas. Biz uchun sizning obunangiz motivatsiya bo'ladi demoqchi edim. Siz endi qayerdan boradilar? Mana ham dedim. Hozir shu yerda videoni to'xtatib, noldan olay desam, shuncha mehnat. Hammangizga uzr. Xato gapirib qo'ygan bo'lsam, hayajon bor-da. Xato qo'ydim. Bizning mana shu yo'ldan qiladigan bo'lsak, yarmi bunday, yarmi bunaqa. Ya'ni hozir o'zingiz oxirida ko'rib tushunib olasiz. Nima qo'yayotganimni. Albatta, biz shu armiyamizni qurib bo'lgach, armiya shtabini 10 ballik sistemada bog'lab keting. Men kommentariyada sizni kutib qolaman. Siz qanday baho qo'yayotgan? Men albatta o'qib ko'raman. Va prof so'rayapti deb o'ylamang, albatta men o'qib ko'raman. Bizga bu juda qiziq. Chunki bizni kim tomosha qilayotganini bilishni xohlaymiz. Kimga bu videomiz yoqyapti, kimga yoqmayapti, shu kommentar orqali ham bilib olamiz. Albatta, armiyamiz tugash 10 ballik sistemada bog'lab ketasiz. Hozir men qurib bo'lmadim. Albatta, qurib bo'lgach bog'lab ketasiz. Esdan chiqmasin, ha? Tun bo'lyapti. Tong qilaylik. Zombilar paydo bo'lib asabga tegar bo'lmasa. Qurib bo'lgach albatta videoni yoqaman, zerikarli bo'lib qolmasligi uchun. Mana men hamma joyini ta'minlab bo'ldim. Endi esa salgina ichkariga yorug'lik kiritish zarur. Juda ham qorong'i bo'lib qolgan. Bu yerga, mana bu yerga va mana shu yerga. Hozircha ketadi. Bu yerga ham bittasini qo'ydik. Yaxshi bo'ldi. Ichkarisini endi jihozlash zarur. Nimalardan foydalansam ekan? Albatta bizga birinchi o'rniga yotoqxona zarur, juda ham. Bu armiya bo'lgani uchun hamma erkaklar yotadi, shuning uchun qoradan kerak bizga. Mana shu yerga ikkitalikdan qilib qo'yamiz. Yo, tegib qoldi. Mana yetsa kerak. Bu yerga mayli ikkitadan qilib qo'yik. Ochiq qolmasin. Bu yerda egizaklar yoki aka-ukalar. Bu kirish oxir qismi yotoqxona bo'ladi. Yallanadi. Bu yerga bittasini olib tashlash zarur. Bu yerga boshqa blok qo'yiladi. Demak, kirish qismini aynan shu yerdan qilamiz. Mana bu yerdan, bu yer va mana bu yerdan. Bu yerga olib tashlaymiz. Bunisini qo'yamiz. Tayyor. Endi bitta eshik kerak. Bu bir
1.6 bersa eshiklar juda g'alati ko'rinib qolgan. To'g'rilashmagan. Ko'rinishi bunday bo'lsa, jotki turadi. Faqat olayotgan paytingiz g'alati ko'rinadi. Endi bu yerga ham chiroq qo'yish kerak. Yorug'roq bo'lishi uchun tayyor. Tayyorligimizning yarmi tayyor. Deyarli. Endi bu yerga qurollarni qo'yadigan qism qilamiz. Bu yerga askarlar qurol yarog'ini yechib uxlashga kirishadi. Shu qayerdadir zombining yuribdi-da. Bolasi yoki o'zi. Bu yerda nima bormi ekan? Men o'limdan qo'rqmayman. O'lim mendan qo'rqsin. Ish kerakki 5. Ha, yana bilmadim. Pastda g'or bo'lsa kerak-da. Endi bizga mana bu yerda ovqatlanish uchun joy qilamizmi? Shunchaki ovqatlar turishi uchun bitta joy qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bochkalarni mana shu yerga qo'yamiz. Bu yerda ovqatlar turadi. Bu yerda qurollar biz qo'ydik. Endi esa bu yerda zirhlar turish kerak. Yechib qo'yadigan joy. Aynan mana shu yerda. Shu yergacha turadi. Zirhlar bu eng kuchlilar uchun qo'yadigan zirhlar bo'ladi. Ya'ni katta unvonli, juda kuchli jang qiladiganlarga. Ya'ni olmos va nezritli zirhlar bo'ladi. Biz hali uncha kuchli qurolli emasmiz. Kuchaygunimizgacha oddiy temir bo'ladi xolos. Va oltin. Bu bizning qalamiz. Bular endi qanday spawn bo'ldi? Qorong'u emas-ku endi bu yer. Na. Bu yerdan spawn bo'lishadimi ekan? Yoki bunday bo'ladigan bo'lsa, bitta yorug'lik qiluvchi blok kerak. Mana shunisidan. Aynan. Uddalolmay qoldim. Mayli, endi biz chiqish kerak. Nima uchun bular tushmay qoldi? Hammasi pastga ag'ilib tushish kerak edi-ku. Bog' bo'lib qoldimi? Tayyor. Deyarli tayyor. Bizning armiyamiz kichik bo'lsa-da tayyor. Keyingi qism, 3-qismda biz armiyamizni to'liq tayyor qilamiz va qishloqdan bu yerga keluvchi yo'l qilamiz. Unday bo'lsa 4-qism albatta survival bo'ladi. Ya'ni biz jang qilamiz. Boshqa mamlakatlarga, reydalarga qarshi. Albatta siz bu videoga 20 ta like to'plab bersangiz. Xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan eska bo'ldi. Videomiz yoqsa albatta like bosib keting. Bu siz uchun qiyin emas. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. 20 ta like, 3-qism. Let's go.